e'tibor bering, biz rezinka ustidan tikmaymiz. Rezinkadan 1 yoki 2 mm pastda tikamiz. Tikishni boshlaymiz. Agar siz yangi o'rganayotgan tikuvchi bo'lsangiz, albatta bu joyini birinchi qo'lda tikib, undan keyin mashina yurg'izing. Keyin mana rezinkasini tortib tikaveramiz. Xuddi shunaqa holatda oxirigacha tikib kelamiz. Mana buni tikib oldik. Juda ham chiroyli chiqadi. Mana bu holatda bo'ladi. Mana bu yog'i. Ana endi buni etakka ulashimiz kerak bo'ladi. Hozir siz etakka qaraydigan bo'lsangiz, etakda bizda mana anchagina ortiqchalik bor, ya'ni etak poyasiga nisbatan anchagina katta. Buni nima qilamiz? Hozir endi bunga mashina strochka berib, keyin buni sborkaga yig'amiz. Buni olib qo'yamiz va mana orqa chokidan boshlab bu yoqda chokimizni sal kattalashtirib, keyin birinchi 1 sm, ya'ni 1 sm dan sal kamroq 0.7 mm da chok yurg'izamiz. Mana xuddi shunaqa qilib chok yurg'izib kelamiz. Mana bu joyga kelganda bundan ozgina o'tamiz. Ikkita chok o'tamiz va mana buni uzib olamiz. Keyin yana 2 yoki 3 mm sal bu yorog'idan ikkinchi chokimizni ham tikib chiqamiz. Xuddi shunaqa holatda aylantirib tikamiz. Mana biz 2 qatorda chok yurg'izib oldik. Endi bunga moslab buni sborkaga yig'amiz. Etakni poyasga nisbatan teng holatda sborkaga yig'amiz. Mana bu joydan mana orqasini biz bu tarafdan chok yurg'izgan edik. Bu esa orqasi.
sekin sekin mana shunday holatda sborkaga yig'amiz. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun buni biz agar yarim deb oladigan bo'lsak, yarim holatda oladigan bo'lsak, bizda mana oldi o'rtada chokimiz bor. Mana bu joydan ushlab turib, buni mana bunga nisbatan to'g'rilab, keyin buni tortaversak bo'ladi. Yana chamalab ko'ramiz. Mana deyarli teng. 2 sm qoldiramiz, chunki hozir buni mana yoyganimizda mana 2 sm o'zi sborkaga bu yig'ilib turibdi. Bo'ldi, mana shuncha sborkaga yig'ildi. Endi buni men tortib, mana shu joygacha olib kelaman va u tarafini ham xuddi shunaqa holatda sborkaga yig'ib to'g'irlaymiz. Mana shu yig'ilgan sborkamizni teng taqsimlaymiz bu tarafga qarab. Mana o'rtasigacha kelib oldik va qolgan joylarni ham tekislab, chiroyli qilib, hamma joyda bir xil sborka bo'ldimi yo'qmi tekshirib chiqamiz va yana bir marta chamalab ko'ramiz. Mana to'ppa-to'g'ri. Mana bu qo'shimchalik, ya'ni ortiqchalik, buni mana bunaqa holatda ochganimizda ikkalasi teng bo'laveradi mana. Endi bu tarafini ham xuddi shunaqa qilib sborkaga yig'amiz. Endi bizga osonroq bo'ladi, chunki bu tarafimiz tayyor. Bu tarafni bunga nisbatan hozir tortsak bo'ladi. Iplarimizni chiqarib olamiz. Va sekin-sekin tortamiz. Mana xuddi shunaqa qilib tortamiz. Mana hozir sborkaga yig'ib oldik. Endi buni bunga o'rnatamiz. Orqa chokidan boshlaymiz. Bunda ham bitta chok bor. Yana bitta tortamiz, chunki hamma yog'i bir xil bo'lishi kerak. Va mana bu orqa chok bilan buni chokini ikkalasini bir-biriga tekis qilib bulavkalab olamiz. Yana bitta usuli bor. Bulavkani bu yoqdan kirgizasiz, mana bu yoqdan chiqarasiz. Juda ham agar tekis bir-biriga kelishni xohlasangiz va mana buni chokka mana kirgizasiz. Keyin bu chokdan chiqarasiz, mana o'rtasidan va buni ham xuddi shunaqa qilib o'rta chokini belgilagan holatda bundan chiqarasiz. Mana shunda chok-chokka tekis bo'lib keladi. Mana. Va qolgan joylarini ham hozir bulavkalab chiqamiz. Buni o'girib olamiz. Ichiga kirgizib olamiz buni. Ko'ryapsizmi? Teng bo'ladi. Hozir buni aylantirib men bulavkalab olaman, bir-biriga moslab. Mana bulavkalab oldik. Endi mana bu orqasidan boshlab tikamiz. Mana bu tikkan chokimizni ustidan yana chok yurg'izib chiqamiz. Tekis qilib tikib ketaveramiz. Mana xuddi shunaqa holatda tikib ketamiz. Oxirigacha shunaqa qilib tikamiz. Mana buni tikib bo'ldik, bir-biriga o'rnatib oldik. Endi mana bu ortiqcha choklarini hozir sökib tashlaymiz. Undan keyin buni ichini kant bilan obработка qilamiz.
Endi bu joyni biz qanaqa обработка qilib olamiz? Agar sizda overlock bo'lsa, bemalol overlock qilib olishingiz mumkin. Lekin hozir men hech qayerda overlock ishlatmadim. Bu joyini hozir men tozalab, keyin kant bilan buni обработка qilmoqchiman. Ya'ni kantni orasiga qo'yib turib, mana bu holatda chiroyli qilib обработка qilmoqchiman. Albatta hozir men buni tozalab olaman. Ana undan keyin mana bizga kerakli bo'ladigan 3-4 mm qoldiramiz va qolgan 3 ta qavatni kesamiz. Buni 2 ta qavati va yubkaning o'zini bitta qavati. Shu bilan 3 ta qavatni bittada kesamiz. Bir xil qilib hamma yog'ini kesib chiqamiz. Mana обработка qilib oldik. Endi kantimizni olamiz. Mana bizda mana bu holatda edi. Buni o'rtasini buklagan holatda dazmollaymiz. Mana. Buni ochadigan bo'lsak, mana bu holatda bo'ladi bu. Endi orqadan boshlab, yubkani mana orqa chokidan boshlab buni qo'yib olamiz. Ochgan holatda mana. Bizga hozir mana shu liniya kerak bo'ladi. Mana. Buni qo'yib olamiz. 1 sm tashlaymiz. Kantdan 1 sm tashlaymiz va bulavkalaymiz. Mana shu holatda bulavkalab ketaveramiz. Bu bunaqa holatga keladi. Keyin mana shu joydan boshlab tikamiz. Mana kantimizni bulavkalab oldik. Mana bu joy kelganda tushuntirib o'tishim kerak sizlarga. Mana. Bunda mana buni buklagan edik. Pastki kantni buklagan edik va 1 sm buni ustidan o'tkazib turib, hozir buni tikib olamiz. Обработка qilishning usullari juda ham ko'p. Hali men buni Xudo xohlasa ona bola kursimda ham o'rgataman. Juda ham ko'p turlari bor. Misol uchun bunaqa joylarini qanaqa qilib gipyurlar bilan обработка qilish, u endi lyuks обработкаларga kiradi, juda ham qimmat обработкаларga kiradi. Va eng o'sha qimmat sotiladigan обработкаларni hali sizlarga yana darslar davomida, kurslar davomida albatta o'rgatib boraman. Kant bilan ishlash ham bu lyuks обработка deyiladi. Zakrivka beramiz. Va mana shu chiziq bo'ylab tikib boramiz. Bizda mana bunaqa holat bo'ldi. Endi buni mana orqasini yopamiz. Mana ko'ryapsizmi? Hammasi kirib ketadi ichiga va mana bunaqa bo'ladi. Toza bo'lib kirib ketadi hammasi. Men hozir buni birinchi qo'lda tikib ko'rmoqchiman. Ana undan keyin mashinka bilan tikaman. Mana shunaqa holatda tikib ketamiz. Mana tikib chiqdik. Endi buni hozir biz mashinkada ustidan tikib chiqamiz. Mana kantimizni tikib oldik. Bu orqa tarafi va mana bu o'ngi tarafi. Endi buni bitta dazmollab olamiz. Shu bilan keyin detskiy yubkamiz o'z nihoyasiga yetadi. Yaxshilab dazmol qilib olasiz. Faqat bu tarafiga tegmasin. Kantni ustidan dazmol qilib olasiz. Mana. Yakuniy natijani albatta qo'yamiz.